so'raydigan cho'ng sahobalardan biri edi. Ba'zida kelgan vahiylar Hazrat Umarning fikrlari bilan o'xshash chiqib qoladi. Janglarning hammasida payg'ambar alayhisalom bilan birga bo'lib, bu qahramonlik maydonlarida o'zining kuchi va haybasi bilan atrofga to'nildi. Umu Hazrat Abu Bakrga o'xshash har doim payg'ambar alayhisalomning qishida turib, uni qo'g'daydi va o'z jinini uning uchun qalqon qiladi. Dushmanga hargiz rahim shafqat qilmaydi. Payg'ambar alayhisalomning amrlarini to'liqi bilan bejo keltiradi. Hech qachon bir masalani o'z ko'z qarashi bilan yoki ideyasi bilan hal qilishga urinmaydi. Payg'ambar alayhisalomning talabini har doim o'z manfaatidan ustun ko'radi. Darvaqa payg'ambar alayhisalomning tog'isi Hazrat Abbosning musulmon bo'lishiga shu qadar suyundiki, agar o'zining dadisi Xattob musulmon bo'lgan bo'lsa, unchalik suyunmagan bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisalommo agar Xattob musulmon bo'lgan bo'lsa, uningga Abbosning musulmon bo'lganiga xo'sh bo'lgandek xo'sh bo'lmagan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom Qurayshning Abu Sufyan boshchiligidagi tijorat karvonini qo'lga kirgizish uchun Badrga bordi. Karvon baldur o'tib ketib qutulib qoldi. Ammo musulmonlar karvonni qutuldirish uchun avatilgan Makka qo'shini bilan urushishga majbur bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom sahobalardan bo'libmi musulmonlarning ko'pchiligini tashkil qiladigan ansorlardan maslahat olmoqchi bo'ldi. Savollarga javob berish uchun o'rnidan turgan Hazrat Abu Bakr nihoyat o'rinliq gap qildi. Uningdan keyin Hazrat Umar va Miqdod ibn Amirlar navbat bilan so'z qildi. Payg'ambar alayhisalom to'xtamay, "Ey musulmonlar, menga bir maslahat beringlar", deb sahobalarning fikrini elishga tirishadi. Shu asnoda Said ibn Muaz so'z elib, "Ey Rasululloh, qaraganda sen bizdan fikr olmoqchi bo'layotgan o'xshamamsan", deb payg'ambar alayhisalomning oldida o'zlarining qandoq qilib fikr bayon qila oladiganligi haqidagi savolga javob topmoqchi bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom shundoq, "Men sizlarning fikringlar bo'yicha ish qilmoqchiman", deb javob berdi. Shuning bilan Miqdod jasoratlanib joyida gap qildi va o'zlarining mushriklarga qarshi urush qilishga tayyor ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Alloh taolo yuz berishni taqdir qilgan Badr jangi boshlandi. Haqni va haqliq bo'lganlarni ustun qilib, kofirlarni talofatga uchratdi. Shunga bo'lsa kerak, musulmonlarni ularga hech qanday foyda yetkazmaydigan tijorat karvoni bilan uchrashtirmagan edi. Musulmonlarning soni kofirlarning 3dan 1 ga to'g'ri kelmaydi. Shundaqdimi musulmonlar zafar qozondi. Musulmonlarning soni nihoyat oz bo'lganning ustiga moddiy va ma'naviy jihatdanmi bundaq bir jangga tayyorliksiz edi. Chunki ular aslida Makka qo'shini bilan urushish uchun emas, balki tijorat karvonini qo'lga kirgizish uchun yo'lga chiqqan edi. Uning ustiga qurollari oz, uloqlari yo'q deyarlik, kiyim-kechak va savut bo'lganlarimi bak nachar edi. Shundaq bo'lishiga qaramay, urushning oxirida Makka qo'shini Quraysh cho'nglari va katavashlardan 70 o'lik, 70 ga yaqin asir tashlab Makkaga qaytdi. Bu islom bilan kufrlik orasida elib berilgan tunji jang bo'lib, musulmonlar urush uchun olgan tunji qadamidilla eriq va qon munosabati emas, balki e'tiqod va iymon munosabatiningla insonlarni haqiqiy ma'nodagi ulug' maqsad yo'lida birlashtira oladiganligini isbotladi. Musulmonlarni birlashtirgani mana bu ulug' kuch edi. Qarshisidagi qo'shinning o'zlarining eng yaqin tuqqanlaridan tashkil topganligini bilib turib, har qanday shart-sharoit ostida kufr ahli mushriklar bilan hech qanday kelishim hosil qilinmadi. Darvaqa Hazrat Umar o'zining e'tiqodi uchun tuqqanchilik munosabatiga qilch pisand qilmagan holda bu jangda tog'isi Al-As ibn Hishamni o'ldirdi. U bu prinsipini davomlashtirish maqsadida o'zi qilgan bu ishdan har doim faxrlanib yurdi. U bir qatim Said ibn Al-Asning yenidan o'tib ketib, uning o'ziga ta'tir qaratganligini ko'rib qoldi va "Menga xafa bo'lib qolgandek ko'rinyapsan. Balkim dadamni o'ltiribdi" deb xafa bo'lib yurgansan. Agar dadangni men o'ltirgan bo'lsam, sendan hargiz kechirim so'ramagan bo'lardim. Aslida men dadang bilan ismdosh bo'lgan tog'am As ibn Hisham ibn Mughirani o'ltirdim. Dadangga kelsak, uning bilan yuzma-yuz kelib qolganimda, u xuddi o'kizdek atrofni to'pchangga ko'mayotgan edi. Men yo'nalishimni o'zgartdim. Dal shu paytda uning, ya'ni dadangning tog'isining o'g'li Ali kelib uning hujum qildi va o'ltiribdi dedi. Badr jangi oyoqlashgandan keyin
musulmonlar mushriklardan asir olgan 70 kishini oldiga silib Madinaga qaytdi. Ularning orasida payg'ambar alayhisalomning tog'isi Abbos, Hazrat Alining qarindoshi va tog'isining o'g'illaridan Uqayl qatorliqlar bor edi. Payg'ambar alayhisalom bu asirlarga qandoq muomala qilish to'g'riliq yana sahobalardan maslahat so'rashga boshladi. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ali va Abdullah ibn Ravoha qatorliqlar bu sahobalardan bir qanchasi edi. Hazrat Abu Bakr o'z fikrini bayon qilib mundaq dedi: "Ey Allohning elchisi, bular bizning tog'illarimizning o'g'illari, yaqinlarimiz va qarindoshlarimiz. Mencha bulardan fidya elib qo'yib beraylik. Balkim bulardan oladigan mol bilan xeyli kuchlanib qolarmiz. Agar Alloh bularga hidoyat ato qilib qolsa, texmi cho'ng foydaga erishgan bo'lamiz", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Ibn Xattob, sening qanday fikring bor?" deb so'radi. Hazrat Umar: "Yo'q, Allohning nomi bilan qasamki, mening fikrim Abu Bakrnikiga o'xshamaydi. Menchi bo'lganda sen menga ruxsat qilgin. Men berib shu tuqqunimning bo'ynini chapay. Ondan Hamzaga ruxsat qilgin. U berib Abbosning bo'ynini chapsin. Ondan Aliga ruxsat qilgin. U mo qarindishi Uqaylning bo'ynini chapsin. Mushu orqali ko'nglimizda mushriklarga nisbatan qilcha mehr muhabbat va moyillikning yo'qligini xalqi olam bilsin", dedi. Hazrat Ali va Abdullah ibn Ravoha mo Hazrat Umarning fikrini qo'lladi. Payg'ambar alayhisalom lam jim demay birdam o'ltirib o'tgandan keyin o'rnidan turib hujrasiga kirib ketdi. Ozroq vaqt o'tgandan keyin qaytib chiqib, Alloh taolo bu kengashda o'ltirgan ba'zi qarindoshlarimizning ko'nglini shundoq yumshoq qilganki, ularning ko'ngli paxtadanmi bak yumshab ketadi. Va ba'zilarning ko'nglini shundoq qattiq qilganki, ularning ko'ngli toshdanmi bakroq ketib ketadi. "Ey Abu Bakr, sen bir qarashda Hazrat Ibrohimga o'xshab ketsan. Chunki u kim menga agashsa, u mening bir parcham hisoblanadi. Agar kim menga qarshi chiqsa, Alloh uni mag'firat qilg'uchi va uningga marhamat qilg'uchidir", deydi. Yana bir qarashda sen Hazrat Isoga o'xshaysan. Chunki u agar menga qarshi chiqqanlarni jazolasang, muhaqqaqki ular sening bandalaringdir. Agar ularni kechirsang, sen yanala hammadan ulug' cheksiz hikmat egizsan, deydi. "Ey Umar, sana kelsak, sen Hazrat Nuhga o'xshaysan. Chunki u Parvardigorim, yer yuzida kofirlarning birini qo'ymagan. Agar ularni qo'ysang, shubhisizki bandalaringni ozdirdi. Ularning topgan ballarimi faqat fojir, kofir bo'ladi", deb yolvorgan edi. Sen yana Fir'avn va uning arboblariga: "Parvardigorimiz, ularning mol-mulklarini yo'q qilgin. Ularning dillarini qattiq qilgin. Chunki ular qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi", deb badduo qilgan Hazrat Musoga o'xshaysan. Bu o'xshatishlardan keyin payg'ambar alayhisalom o'z fikrini bayon qilib mundaq dedi: "Sizlar fiqirsizlar. Iqtisodiy kuchga ehtiyojinglar bor. Shunga asarlarni ching tutinglar. Ya ulardan fidya ilib qo'yib beringlar, yoki bo'ynini chepib tashlanglar." Hazrat Umar mundaq deydi: "Atisi payg'ambar alayhisalomning qishiga kirsam, Abu Bakr bilan ikkisi yig'lab o'ltiribdi. Ulardan: 'Ey Rasululloh, nimaga yig'laysizlar? Agar yig'lay olsam, menmo sizlar bilan tang yig'lay. Agar yig'lay olmasam, yig'lashga tirishay", dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Bizni yig'latgan narsa tunugun hamrohinglarning asirlarni fidya ilib qo'yib berish haqida bergan maslahatidir. Chunki bu sabab bilan sizlarga keladigan jazoga o yerda turgan daraxtga yaqin bir orliq qoldi", dedi. Chunki Alloh taolo bu haqda bunu oyatni tushirish orqali musulmonlarni ogohlantirgan edi. Payg'ambarga dushmanni ko'p o'ltirmay turib, ya'ni mushriklarning hayvasini yo'qotib, islomga quvvat bermay turib, asirlardan fidya elish loyiq emas edi. "Ey mu'minlar, sizlar fidya elish bilan dunyo manfaatini ko'zlaysizlar. Alloh sizlarga oxiratni, ya'ni oxiratning savobini tilaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allohning uchuq cheklanmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azalisi bo'lmasa edi, asirlardan fidya olganliklaringiz uchun albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar." Sura Anfal 67 va 68 oyatlar. Undan keyin Alloh taolo bunu oyatni tushirdi: "Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chaqinlarda
ularni o'ltiringlar. Sizlar ularni qirib, mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatadigan kuch qolmagan chaqda ularni o'ltirishdan to'xtab, ularni asir elinglar. Ondan ularni ehson qilish yuzidan qo'yib beringlar yoki fidya elib qo'yib beringlar, toki urush o'zining ig'ir yukini tashlaganga qadar, ya'ni urush to'xtaganga qadar ish mana shundaqdir. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdilla, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zinglar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihodga amr qildi. Allohning yo'lida o'ltirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Alloh bekor qilib etmaydi. Sura Muhammad 4-oyat. Asrlarning orasida Qurayshlarning eng dangliq notig'i Suhayl ibn Amirmi bor edi. Hazrat Umar payg'ambar alayhisalomga: "Ey Rasululloh, menga ruxsat qilgin. Men Suhaylning 32 tishini to'kib, buningdan keyin sana qarshi nutq so'zlay olmas qilib yutay. U amdi naga borsa, tilini chaynab yursin," deb iltimos qildi. Ammo payg'ambar alayhisalom: "Yo'q, men hech kimning vujudiga ziyon zahmat yetkazmayman. Garchi payg'ambar bo'lsam-mu, bu ish tufaylidan Alloh taolomu mening vujudimga zahmat yetkazadi," deb javob berib, uningga ruxsat qilmadi. Ondan kunlarning birida uning musulmonlar uchun nihoyat cho'ng xizmat qilganligini ko'rsan, deb mo'jiza xarakterlik so'z qildi. Darvaqa payg'ambar alayhisalomning vafot bo'lganligini anglagan bir guruh Makka musulmonlari murtad bo'lish uchun niyatini buzdi. Ular shundoq davrang selishga boshladiki, Makka valisi Attob ibn Usaydmi ulardan qo'rqib yoshirinib oldi. Dal shu paytda Suhayl ibn Amir o'tirg'i chiqib, Allohga hamd sano aytgandan keyin, agar payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgan bo'lsa, undaqda islom texmi kuchlanadi. Sizlarni ogohlantirib qo'yay. Kim aqlimizni qaymoqtirishga urindigan bo'lsa, darhol kallasini olamiz, dedi. Shuning bilan xalq qaytadan tavba istig'for aytishib, besqib qoldi. Badr asrlari orasida Vahab ibn Umayr ibn Vahab al-Jimhi bor edi. Uning dadasi Umayr ibn Vahab Qurayshlarning eng qudratqullaridan va zamonida payg'ambar alayhisalom bilan sahobalarga ko'p zulm qilganlardan biri edi. Bir kuni Umayr ibn Vahab bilan Saffon ibn Umayya uyda o'ltirib, Badrda o'ltirilgan va asir elinganlar haqida paranglashdi. Saffon ibn Umayya mo Badr hozirlardan biri bo'lib, jangda dadasi Umayya ibn Xalab va boshqa yaqinlari o'lgan edi. Saffon: "Qasam qilamanki, shundoq ishdan keyin bizning bu dunyoda yashaganimizning hech qanday ahamiyati yo'q," dedi. Umayr bo'lsa: "To'g'ri aytsan. Menmo Allohga qasam qilamanki, agar bo'ynimdagi qarzlarim va mendan boshqa parishon ahvolga tushib qoladigan bola chaqinlarim bo'lmagan bo'lsa, berib Muhammadning adavini bergan bo'lardim. Chunki mening o'g'limmo ularning qo'liga asir tushdi," dedi. Buni anglagan Saffon fursatdan foydalanmoqchi bo'ldi va uningga: "Qarzing menga oid. Sening o'rningda men to'layotay. Bola chaqinlaringmo meningkilar bilan birga yashaydi. Ular hayotli bo'lsa, men ularni boqaman. Ular uchun har qanday ishni qilib berishga qurbim yetadi," dedi. Umayr: "Bu gap ikkimizning orasida qolsin," deb ogohlantirdi. Saffonmo: "Xotirjam bo'lgin, hech kim uqmaydi," deb uningga va'da berdi. Umayr Madinaga yetib keldi. Bu asnoda Hazrat Umar Madinadagi masjidga yaqin bir yerda bir to'p kishilarning orasida o'ltirib, Allohning Badr jangida musulmonlarga osonlik va ehson ato qilganligi haqida paranglashib turadi. U birdilla Umayrning qilichini osgan holda to'gisini masjid oldida cho'ktirib, yerga tushayotganligini ko'rib qoldi. Uni atrofida turganlarga ko'rsatib turib, "Avu it Allohning dushmani Umayrg'u, u cho'qim bir yomon niyat bilan bu yerga yetib keldi. Makkaliklar bilan bizni kuch ko'rtib, Badr urushiga sababchi bo'lgan odam dal mushu shu," deb ularni ogohlantirgandan keyin darhol masjidga kirib, payg'ambar alayhisalomning yoniga keldi va: "Ey Rasululloh, shu Allohning dushmani Umayr ibn Vahab qilichini esib masjidning oldiga kelibdi," deb xabar berdi. Payg'ambar alayhisalom: "Qani elib kelinglar," deb buyruq qildi. Hazrat Umar uni qilichining tasmasi bilan bog'lagandan keyin biror peshkanlikning oldini olish maqsadida bir to'p ansorlar bilan birga payg'ambar alayhisalomning oldiga elib keldi. Payg'ambar alayhisalom uning bog'liqlik ekanligini ko'rib, "Uni yeshib etinglar," deb amr qildi. Ondan Umayrga qarab: "Qani bu yoqqa kel," dedi. Umayr
payg'ambar alayhissalomga yaqinlashgach, "Atiganliking xayrlik bo'lsin" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Umayr, Alloh bizga sening salomingdanmi xayrlikrakini nisib qildi. Bizninkisi jannatning salomidir" dedi. Ammo Umayr o'zini oqlab: "Ey Muhammad, men bu salomni tunji qatim anglayapman" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningdan: "Bu yerga nima maqsad bilan kelding?" deb so'radi. U: "Sizlarning qo'linglarga asirga tushgan o'g'lim uchun keldim. Menga bu vaqtda bir yaxshilik qilgan bo'lsanglar" deb bo'yin egishga boshladi. Ammo bu gapga ishonmagan payg'ambar alayhissalom: "Undaqda ustingdagi bu qilish nima?" deb so'radi. Umayr: "Alloh bunda qilishning balosini bersin. Ya bir ishga yaramasa bu" deb kinoyalik va mayuslik javob berishga tirishdi. Payg'ambar alayhissalom bu qitim jiddiy qiyofatda "Rost gap qil" deb uni ogohlantirgan bo'lsa-mu, u bundan boshqa bir ish uchun kelmadim deb ching turdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom mo'jiza xarakterlik gap qilib mundaq dedi: "Yo'q, aksicha sen Saffon bilan uyda yolg'iz o'ltirib, Badr jangida o'lganlarni asildinglar. Sen xap, shu qarzim va bola chaqam bo'lmagan bo'lsa, berib Muhammadni o'ltirib yutatdim" dedi. Ondan Saffon bilan maslahatlashib, agar sen meni o'ltirsang, Saffon sening qarzingni va oilangni o'z ustiga oladigan bo'ldi. Ammo shuni bilib qo'yginki, Alloh taolo sen bilan bu maqsading orasida sen olqib o'talmaydigan eng cho'ng to'salg'idir. Payg'ambar alayhissalomning bu so'zlarini anglab hayron qolgan Umayr: "Shahodat aytamanki, sen Allohning haqiqiy elchisisan. Ey Rasululloh, o'z vaqtida osmondan tushgan bu xayrli xabarni bizga deb bersang, biz seni yolg'onchiga chiqarib vahiylarni inkor qilgan edik. Sen hozir degan gaplarni men Saffon bilan hech kim yo'q yerda o'ltirib deyishgan edik. Allohga qasam qilamanki, bularni sana Allohdan boshqa biri xabar qilgan emas. Meni buncha yo'l mangdirib hidoyatga va islomga erishtirgan Allohga hamd sano bo'lsin" deb shahodat keltirib musulmon bo'ldi. Badr jangi bo'lib bir yil o'tmayla Uhud jangi yuz berdi. Uhud jangida musulmonlar og'ir zarbaga duch keldi. Hazrat Umar bu jangdimi qahramonlarcha urush qilib, payg'ambar alayhissalomning qo'g'duvchilari bilan birlikda uni qattiq qo'g'didi. Urush oxirlashgandan keyin Makkalik mushrik qo'shinining bosh qo'mondoni Abu Sufyan egiz bir do'ngga chiqib 3 qatim "Muhammad aranglarda bormi? U tirikmi?" deb varqirdi. Payg'ambar alayhissalom: "Ovozinglarni chiqarmanglar. Uningga javob bermanglar" dedi. Abu Sufyan bu qatim "Abu Bakr tirikmi?" deb 3 qatim vaqirdi. Hech kim uningga javob qaytarmadi. U yana "Ibn Xattob tirikmi?" deb 3 qatim varqirdi. Yana hech qanday javob kelmagandan keyin: "Ey askarlarim, musulmonlarning bu 3 rahbarini o'ltiribsizlar" deb musulmonlarni azorlashga va ko'ranglashga boshladi. Uning bu qilmishiga chidab tura olmagan Hazrat Umar: "Hey Allohning dushmani, sen yolg'on gap qilyapsan. Hech qaysimiz o'lmadik. Bir kuni sening ko'rgilkingni ko'rsatib o'tamiz" deb varqirdi. Buni anglagan Abu Sufyan: "Bugun Badr jangining o'chi bo'lsin. Oramizdagi urush to'xtab qolmaydi. Ey Hubal, texmi ulug' bo'l" deb quruqdan quruq tahdid selishga urindi. Bu ishga qattiq g'azablangan Hazrat Umar: "Ey Allohning elchisi, Allohning bu dushmanining nima deganligini anglagansan" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Senmi Alloh hammadan ustun va ulug'dir degin" dedi. Ondan Abu Sufyan: "Ey Umar, bu yoqqa kelgina" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga: "Berib boqqin, nima deydikin" dedi. Umar yaqinlab berdi. Abu Sufyan: "Xudo haqqida javob ber. Biz Muhammadni o'ltirmadikmi?" deb so'radi. Umar: "Allohga qasam qilamanki, u o'lmadi. Hozirning o'zida sening nima da'vatqanligingni anglab turdi" dedi. Hazrat Umarning rost gap qiladiganligidan gumonlanmagan Abu Sufyan oxirida: "Albatta, sen Ibn Qam'adinmi rost gap qilsan" deb o'ziga "Men Muhammadni o'ltirdim" degan kishining yolg'on gap qilganligiga ishondi. Yana bir jang boshlandi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga hujum qilish uchun bir yerga yig'ilgan Bani Mustaliq qabilasini jazolash uchun musulmonlarni boshlab safarga chiqdi. Bu qabilaning aymoqlari dahi urush tayyorligini tugatmay turibla Muraysix degan yerda Payg'ambar alayhissalomning qo'shinlari bilan uchrashib qoldi. Payg'ambar alayhissalom ularni yengib, hammasini degudak asir oldi. Ularning mol chorva,
bola chaqinlarni bir yerga to'pladi. Ammo Madinaga qaytish oldida qo'shin sepi orasidagi Hazrati Umarning Bani G'ifar qabilasiga mansub maoshliq ma'likari Jahjah bilan Ansorlardan Juhayna qabilasiga mansub bo'lgan Sinan ismli birining orasida suv talashib jidal chiqdi. Sinan Ansorlarni, Jahjah bo'lsa muhojirlarni yordamga chaqirdi. Munofiqlarning boshchisi Abdullah ibn Ubay bu jidaldan xabar topdi. Abdullah ibn Ubay bu paytda Xazrajliklardan bir to'p kishi bilan o'ltirdi. Ularning yanida Zayd ibn Arkam ismli yosh bir yigit bor edi. Abdullah ibn Ubay: "Demak, shunda qilishda, bizning diyorimizda bizga qarshi bir-birini qo'llab, bir-biriga bo'lishyotdi. Shundaqmi? Allohga qasam qilamanki, biz bilan Qurayshlik kelganlar orasidagi ahvol bu darajaga berib yetmasligi lozim edi. Afsus, odam bolasini baqsang, og'zi burnini qon etar degandek ish bo'ldi-da bu. Ammo Madinaga bir qaytayli. Kuchliklarning ojizlarni qandoq qo'g'laydiganligini shu chaqda ko'rdi", dedi. Ondan atrofiga to'plangan qabila kishilarga qarab, "Menga qaranglar. Bularni sizlar o'zinglar mushundaq yomon o'kitib qo'ydinglar. Ularni ilib yurtinglarga o'rinlashtirdinglar, mol-mulkinglarni bo'lishdinglar. Agar qo'linglarni sal ching tutib, bunchavala saxiylik qilmagan bo'lsanglar, albatta ular boradigan boshqa bir yer topgan bo'ladi", dedi. Abdullah ibn Ubayning kalla qaymoq turib, qutratqulikqa sabab bo'ladigan bu so'zlarni anglagan yosh yigit, ya'ni Zayd ibn Arkam darhol o'rnidan turib, payg'ambar alayhisalomning yoniga keldi va deyilgan gap so'zlarning hammasini uningga yetkazdi. Payg'ambar alayhisalomning yonida Hazrati Umar bor edi. U bu gaplarga shunda g'azablandiki, "Ey Allohning elchisi, Abbad ibn Bushraga buyruq qilgin. Darhol berib, u munofiqni bir taraf qilaversin", dedi. Ammo payg'ambar alayhisalom: "Bu nima deganing? Ey Umar, ata xalq qo'pib Muhammad o'z yaqinlarini o'ltiryotdi demamdi? Yo'q, undaq qilsak bo'lmaydi. Tur, qo'shinning darhol qaytishiga tayyorlik qilishini zakorlagin", dedi. Xazrajliklar Abdullah ibn Ubayni u so'zlar orqali ayblab, yo'l bo'yi tanqidlab mangdi. Bu ahvolni ko'rgan payg'ambar alayhisalom: "Ey Umar, shularni ko'rdingmi? Qasam qilamanki, sen uni o'ltirishga undiganda o'ltirgizgan bo'lsam, ba'zilar qutirab ketadi. Agar hozir o'ltirishga undisang, ularni hech ikkilanmay turib o'ltirgizib ketdim", deb bu ishga naqadar to'g'ri qaror berganligini tushuntirib qo'ydi. Bu so'zlarni anglagan Hazrati Umar: "Allohga qasam qilamanki, Rasulullohning fikri va qarorlarining meningkiga qaraganda naqadar to'g'ri va xayrlik bo'lganligini haqiqatan ko'rib yetdim", deb payg'ambar alayhisalom